Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 8-dekabr hafta kuniga dushanba kuni. Xudo xolasa imoratlarimiz g'ishlari urib bitirilib qoldi. Hozir yomg'ir yoqqani sababli ustalar hozir ketishdi. Mana hozir urilgandagi holatlari ko'pchilik so'ragan. G'ishlarda xudo xolasa sinoqlari umuman chiqqani yo'q. Xudo xolasa sho'rlari ham umuman chiqqani yo'q. Ko'rib o'tganlaringdek sho'rlamaslik darajasi o'ta yuqori bo'lgan g'ishlar. G'ishlarimizning razmerlari standart holatda 6-12-25 razmerlari ko'p turganlaringdek. Mana chalalari. Narxlarga keladigan bo'lsak, narxlarni zavodda o'zida 740 so'mdan, juma kunlari 730 so'mdan qo'yganmiz. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarni yetkazib beramiz. 10 mingtalikdan 3 mingtalikdan tortib 10 mingtalik ko'proq dastavka qilinyapti. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarni yetkazib beryapmiz. Kimga mana shunday g'ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarni yetkazib beramiz. Kimga usta kerak bo'lsa, ustalar nomerlari ham bor. Nomerni beraman. Sizlarnikini ham xuddi mana shunday qilib, proyektlar qilib, o'zlari chizishib ham chiqarib berishaveradi. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.